Toshkent davlat texnika universiteti mexanika muhandisligi fakultetida xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrasi mavjud. Ushbu kafedra o'z yo'nalishidan kelib chiqib, mamlakatimizga yetakchi mutaxassislarni tarbiyalab berayotgan kafedralardan biri desak, mubolag'aga yuz tutmagan bo'lamiz. Xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrasida transport vositalari muhandisligi, texnologik mashinalar va jihozlar hamda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shaklida dars jarayonlari olib boriladi. Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarimiz bilan aloqalar yangi bosqichga chiqqan. 2024-2025 yil o'quv yilidan boshlab bizni o'quv jarayonlarimizni to'liq 4+2 shaklga o'tkazdik. Ya'ni 4 kun universitetda ta'lim olishadi talabalar hamda 2 kun ishlab chiqarish korxonalarida yetakchi mutaxassislar bilan birgalikda ta'lim jarayoni olib boriladi. Shu bilan birgalikda mana hozirgi kunda yapon tili va koreys tilini talab darajasida bilgan talabalarimizni Koreya va Yaponiyadagi yetakchi ishlab chiqarish korxonalariga ishga yuborish yo'lga qo'yildi. Kafedraning laboratoriya xonalari barcha zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu esa talabalarga nazariy olgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Bizning yo'nalishimizda shu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni samaradorligini oshirishga qaratilgan hisoblanadi. O'quv jarayonlarimiz ilg'or texnologiyalarga asoslangan laboratoriya xonalarida olib boriladi. Laboratoriya xonalarimiz zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan va ularda biz amaliyotlarni darslarda o'tab boramiz. Siz ko'rib turgan bu laboratoriyada talabalar ilmiy ishlar uchun tadqiqotlar olib boradi. Ayni paytda bu qurilma meva sabzavotlarni quritish uchun konvektiv quritish qurilmasi hisoblanadi. Keling, hozir bu jarayon bilan yaqindan tanishamiz. Hozir bunda qanday jarayon kechyapti? Bu yerda olma va nok mevalarimiz konvektiv usulda quritilyapti. Konvektiv usulda asosan mahsulotlar issiq havo ta'sirida quritiladi va 6 soatdan 12 soatgacha 60-65 gradusda quritiladi. Konvektiv usulda sabzavotlar to'liqligicha namligini yo'qotmaydi. Tarkibida 20-25% namligini saqlab qoladi va issiqlik ta'sirida bo'lgani uchun tarkibida kimyoviy o'zgarishlar, foydali elementlar yo'qolishlari kuzatiladi. Kafedrada tahsil olayotgan talabalar 4+2 ta'lim dasturi bo'yicha korxonalarda ish faoliyatini olib boradi. Bizni kafedramizni bitiruvchi talabalarimizni yana bir yo'nalishlarimiz afzalligi tomoni shundaki, bizni bitiruvchilarimizni 100% ish bilan ta'minlaymiz. O'zbekistonda yetakchi korxonalar va bir qator mas'uliyat cheklangan jamiyatlar bilan anglashuv memorandumlari, o'zaro kelishuvlar va shartnomalarimiz mavjud. Ushbu shartnomalar asosida bizni bitiruvchi talabalar korxonalarning salohiyatidan kelib chiqqan holda, demak, ishga taqsimlanadi va albatta 100% ish bilan ta'minlanadi. Transport vositalari muhandisligi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar nazariy olgan bilimlarini universitetning o'zida amaliyotda qo'llashi mumkin. Bugungi kunda respublikamizda avtomobil sanoati juda keng rivojlanmoqda. Avtoservisga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Bizning fakultetimizda ham Untex Spin-off avtoservis korxonasi tashkil etilgan. Ushbu korxonada biz xizmat ko'rsatish texnikasi kafedrasi tomonidan yengil avtomobillar dvigatel moylari, yurish qismlari va dvigatel moy filtrlari, transmissiya moylari va bir qator ishlar amalga oshiriladi. Zamonaviy ta'lim dasturlari, tajribali ustozlar va innovatsion o'quv muhiti sizga kelajakda muvaffaqiyatli karyera qilish imkoniyatini yaratadi.